Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bizda shunaqa odam yotibdi. Familiyasi Dusheyev Kudayberdi, 85 yoshda. Больницamiz вторая инфекционная больница на Соколиной горе. Shu odam mana hech narsani bilmaydi. Qayerdan kelganini, nima qilganini bilmaydi. Bugun сердечная недостаточность bo'lib, anaqa ozgina qiynalib qoldi. Shunga iltimos, agar qarindoshlari bo'lsa, topishga harakat qilib yordam berib o'raylik, Allohning yo'lida. Meni o'g'otasizda? Meni o'g'otasiz a? Mana hozir sizni videoga olyapman, ata. Anan keyin tug'anlarga jo'natamiz. Ma'qul bu? Hozir endi sal gapirishni boshladi. Qirg'izistondan ekan, lekin qayerdanligini hech narsani bilmaydi.